Hammaga assalomu alaykum bo'lasizlar. Bilan Credo bugungi videomizda biz tizim haqida bo'ladi, ya'ni grafika to'g'irlash yoki boshqa narsalar, mini optimizatsiya ulashni hammasini o'rgatib o'taman. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like ham bosib qo'ying. Qanday go? Videoni ko'p cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Qanday go? Mana bolalar videoni ham boshlab olaylik. Qanday go? Kursdan nima qilishni. Birinchi bo'lib bolalar qiladigan ishimiz bu dasturga kirish va grafika bo'limini tanlaymiz. Va mana buni platnoga qo'yamiz, bitviga qo'yamiz. Xuddi menda qilsanglar, mana bu ultra turtga ashni maxga qo'yib qo'yasizlar. Mana keyin menda xuddi shunday qilsanglar zo'r bo'ladi. Mana bu zonalar nima desanglar, men normal destroyni. Bu sal tedamda odamni ko'rinishini o'zgartiradi. Shunaqa narsa. Bu chiziltiniz albatta Telegram kanalida bo'ladi bolalar. Xuddi menda qilsanglar, mana bu o'sha ikkalasi bir xilda. Keyin mana bu 100 yillik turish kerak yarkost. Xuddi menda qilsanglar, hech bir shans ko'p bo'ladi. 2x da 4x qo'yib qo'yasizlar bolalar. Короче, menda qo'yasizlar normalni tegadi. Endi chiziltiniz albatta Telegram kanalida bo'ladi bolalar. Shuni bilib olinglar. Eng nomer 1 chiziltiniz bolalar. Endi esa anaga o'tib, mana bu xuddi menda qilsanglar qizil hech o'tdagi shans ko'payadi. Tushundim, bu zo'r narsa bu. Keyin bu yerdan chiqamiz. Men o'zim 3x da o'zim ko'q qo'yganman. Endi nastroykadan chiqamiz. Endi esa bolalar konteynerda bo'lgan paytlaring, mana shu konteynerda bu uchun ko'p mashq qilish kerak. Mana 2 marta tez bo'lsasizlar, sakrashdi, 2 marta tez. Kasherga o'rasizlar. Mana konteyner orqasida odam bo'lsa ekan, 2 marta tez. 2 marta tez qilib o'sha mashq qilsanglar agar, sizlar ham tez o'rganib olasizlar. Men shunday qilganman. Ko'p tadam o'ynayotganda yoki streamda faqat shunday qilaman. Keyin mana sakraysizlar. Aniq u odam mana bu yerda turadi. Shuma ashida chiqib keladi. Sizlar ashida o'tib tursanglarga aniq chiqib keladi u bolalar. U fakt u. 100 talik. Endi bo'lsa o'rganib endi ikkinchisini o'tamiz bolalar. Endi bu sizlar pik ochayotgan paytlaring agar misol uchun raqib push qilayotgan bo'lsa agar, sizlar qaranglar, agar shu payt push qilayotgan paytlaring sizlar zaj qilmanglar. U raqib men ham bu yoqqa qarab o'taman. Chunki u o'ylaydiki, kallasida hozir u pikda chiqadi deb o'ylaydi, lekin sizlar shak bermasdan havosiga yurishinglar kerak, tushunasizlarmi? Havosiga yursanglar agar o'z kallasiga перезагрузка berib qoladi. Bu yerdan kelishingizda umuman bilmaydi. 3-lokatsiyamizga o'tamiz. Bo'ladi, nima qilishni o'rgataman. Sizlar bu yerda emas, bu yerda raqib turgan paytlaring, sizlar u tomonda bo'lsanglar, agar konteyner orqasida bo'lsanglar agar, raqib u tomonni push qilyapti, sizlar sirazi asherga chiqib tepadan otishinglar kerak, bolalar, opini chiqqanda. Chunki tepadan otishlarga hech o'tdagi shans ko'payadi, bolalar. Bu fakt bu. Endi keyingisiga o'tamiz, bolalar. Bu yerda, mana bu yerda odam bo'lsa agar, mana bu yerda sal ash teparoqqa chiqib agar hech o'tmayishinglar mumkin. Keyin bolalar endi bu bolalar 5-inchisi bunda nima qilish kerak? Sizlar ashida turgan paytlaring bu yerda raqib turibdi. Mana bu yerda raqib turibdi, bu yerda esa sizlar turibsizlar. Jim turay. Sizlar mana bu yerda raqib turibdi, sizlar mana bu yerda turibsizlar. Nima qilish kerak? Tez 2 marta tez bosasizlar, yana sakrab. Shuni sakragandan keyin men pingim qo'yapti hozir. Pingim qotgan sababim men buncha hozir aniqlamayapman. Evropaskida bu lobini boshqa kishi ochib berganda. Endi bolalar mana ketyapti, yo'qoldim. Ketdi. Endi esa o'rgatib turaman bolalar, qaranglar bitta. O'sha joyga kelganimizdan keyin plus otma. Mana bolalar qaranglar. 2 marta tez bosasizlar shu yerda. Tushunasizlarmi? 2 marta. Tez. Menga oz chiqmay qoldi. Shuni mashq qilish kerak. Ashni chiqish kerak, tez. Kerak sizlar bu yerda turgan paytlaring agar, sizlar mana bu yerda turgan paytlaring tez 2 marta hop o'pa chiqib ashada raqib turgan bo'lsa shuni otasizlar, bo'ldi. Tamom, raqib o'ladi bolalar. Bu ham bitta narsa. Endi esa 6-chi narsaga o'tamiz bolalar. Endi bolalar keyingi qilishgan ishimiz mana bu yerda raqib chiqayotgan payt biz mana bu yerda bo'lsa agar, salga bo'lsa ham sharga eshitamiz. Shu yerdan chiqishini kutib o'tiramiz, cho'tlab. Shu chiqqanda birdan o'tamiz. Hech o'tgan bola ushdi. Men ko'p videomda shunday qilganman, ko'rgan bo'lsalaring. Bu o'sha sharga eshitgandan keyin ashada bilishni aniq bilaman. Va endi eng muhim narsa keldik, mini optimizatsiya. Birinchi u Play Market yoki App Store'ga kirib, Kupu X deb yozasizlar. Kupu X. Keyin mana bu положение chiqadi, mana yashilda turibdi. Ashunga bosasizlar. Bosgandan keyin esa sizlarni olib ketadi. Shu prям скачать bo'lgandan keyin endi bolalar videoning davomi Telegram kanalida chiqadi. Shu mini optimizatsiyani qanday yoqish tekin albatta. Faqat sharti 2 yillik to'g'nashib bo'lgandan keyin yoki hozir tashlayman. Hozir kirib olamiz uni. Qanday kirishni o'rgataman. Birinchi kirib Telegram kanalim bor. Telegram kanalimni bosasizlar. Profilim bor.
bosgandan keyin esa bunaqa narsa chiqadi. Va Telegramga bosasizlar. O'zi olib ketadi keyin Telegramga. Bo'ldi, shu yerda usul lobbilar bo'ladi, boshqa narsalar shu uchun olib qo'yamiz. Eng kerakli narsa shu yerda tashlanadi. Keyin bo'ldi, shu yerda kupiksa davomi chiqadi, meni optimizatsiya shu uchun olib qo'yamiz. Videoning davomi chiqishini xohlasanglar, shunaqa videoning chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Likeimiz albatta 1 ta likedan keyin agar chiqadi, bo'ldi, qanday go hamma like, podpiska full bosib qo'yamiz. Video sizlarga foyda bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan kredo bo'ldi, hammaga xayr.